Mana go'zallikdan bahramand bo'linglar azizlar. Marg'ilon shahridagi Burxoniddin Marg'iloniy ilmiy turizm majmuasi. Mana ko'rinishi. Ro'parada maqom teatri ekan. Bu Markaziy Osiyoda yagona bu maqom teatri. O'sha Ipakchilar shaharchasida joylashgan, o'sha bu yerga ko'chib keladi. Hozir ishlari ta'mirlanyapti. Kechqurun bu yerda odamlar gavjum bo'ladi. Favoralar, muzikali favoralar mana otiladi. 60 metrga otargan suvini. Hammasi milliy uslubda qurilgan. U ro'parada o'sha bozor ham ochilibdi. Uni men ko'rsatyapman. Bozor ham. Tungi o'sha o'zimiz milliy o'sha adras, matolar, yana boshqa narsalar sotilyapti ekan. Oqshom yanada go'zal ko'rinsa kerak, Kamoliddin. Mana bu yerda odamlar bilan gavjum bo'ladi. Favoralar o'tadi. Aytishlaricha Shuhratjon, hozir men gapirib o'tib ketdim, yana gapiryapman. 60 metrga o'tar ekan favora. Balandligi 60 metrga. Musikali. Mana bu menimcha tarix muzeyi bo'lsa kerak, ro'parada. Tarix muzeyi. U ham ko'chib keladi, Marg'ilondagi tarix muzeyi. Ro'parada mana ko'p qavatli uylar. Otabek bilan Kumushni mana ro'parada uyi. Azizlar, yana qaytamiz. Sog' bo'linglar.